Assalomu alaykum ufajonlar. Charchamasdan yursizlarmi, yuribsizlar, omonmisizlar? Mana Samarqand aeroportidaman. Nima deyapti bu? Qo'rt qarayman 29-yanvar kechasi, mana 29 ga o'tar kechasi. Mana qor. Samarqand aeroporti oldida. Mana ke. Hovligini qorlarni qarang, unalarni ko'rsin. Qorlarni tuzlarni yerga tuzlarni sepadi, erish yerga esa devoringda polni tozalayotibdi. Assalomu alaykum do'stlar, ulfatjonlar. Sümga. Aeroport. Do'stlar. Mujiklar havo bo'lmaydi, nima qiladi? Mujiklar mutanazzi bo'ladi, ranjish. Nimaga debut jang mutlaqo birinchisi bo'ladi bu. Sabirlikdan faqatgina qo'l-oyoq qo'shamiz aytyapti. Bu bo'lgani bo'ladi. Bitta daylilar tepkigandan keyin mana degan strochka meni o'zida oyoq ustida qoladi. Ya. O'zbekiston kelgan